Hurmatli obunachilar, sizlar bilan hozir Bekmobiledagi telefonlar bilan tanishib chiqamiz birma-bir. Xo'p. iPhone 13 Pro 128 talik 81 yomkisda holatlari juda ham ideal holatda. Hech qanaqa petnosi yo'q, vakuumlargacha ushlaydi. Xudo telefonimiz narxi $435. Keyingi telefonimiz iPhone 13 Pro 128 talik 78 yomkis bo'ladi. Karopi dokumentlari bor. Do'konimiz tomonidan 3 oy servis garantiyalarni beramiz. Narxini atiga $397 qilib qo'yganmiz. Chexol, steklo, galovka kabellari ichida bonus qilib qo'yganmiz. Yana skidkadagi telefonimiz iPhone 13 256 talik 78 yomkisda holatlari o'ta ham ideal holatda. Karopi dokumentlari bor. Narxini atiga $295 qilib qo'yganmiz. Galovka kabel, chexol, steklo bilan bonus qilib juda ham arzon narxda. Va iPhone 12 Pro larimiz ikkita bir xil sostenada holatlari zo'r holatda. 128 talik, ikkalasi ham vakuumgacha ushlaydi. Garantiyalarni beramiz. Xudo telefonimizni bittasini $285 qilib qo'yganmiz. Buni ham skidkada galovka kabel hamma yo'llarni full qilib beramiz. $285 ichida. Ikkinchisi $315 qilib qo'yganmiz. O'ta ham ideal holatda telefonimiz. Keyingi telefonimizga keladigan bo'lsak, yana iPhone 12 Pro 77 yomkisda 128 talik holati zo'r holatda. Ma'lumotlar bu telefonimizni atiga $295 qilib qo'yganmiz va ko'pchilik izlayotgan oq tarakka iPhone 12 ni o'ta ham ideal va sut holatdagi telefonimizni olib kelib qo'yganmiz. O'ta masla, pashti ishlatilmagan telefonimiz 88 yomkisi bo'ladi, 64 talik bo'ladi. Narxi atiga $275. Xo'p, iPhone 11 Pro Max 256 talik 76 yomkisda bo'ladi. Narxini $265 qilib beramiz. Chexol, steklo, kabellarni bonus qilib. Xo'p, keyingi telefonlarimiz iPhone 13 Pro 64 talik va 256 talik bo'ladi. 256 talik 75 yomkisda, narxi atiga $225. 64 taligi 80 yomkisda, holatlar ideal holatda. Buni ham narxini atiga $225 qilib qo'yganmiz. Va eski legenda, eski avtoritet, eski dunyo iPhone 7 32 talik отпечаткаларgacha ishlaydi. Garantiyalarni beramiz. Narxi atiga $750 ming so'm. Kimga shunaqa sifatli va arzon telefonlar kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqa chiqib xarid qilsalar bo'laveradi. Doim xizmatdamiz. Obuna bo'lishni unutmanglar.